yuring uzib olamiz. Assalomu alaykum. Bizning o'quv markazimiz haqida ikki og'iz o'z fikringizni bildira olasizmi? Rahmat, hozir mikrofonni taqib qo'yamiz. Xo'p, AI Play akademiyasi haqida qatdan biluvdingiz? Men bu akademiya haqida birinchi o'rinda Instagramda ko'rib qolib, shunda sizga qoldirdim. Shu kelgan administrator Kamol opalar menga o'zim chiqdilar, keyin gaplashib qolib, qanaqadir muomalalari ham yaxshi, keyin akademiyasi ham yaxshi bo'lsa kerak deb shu yerdan bilib keldim. Ya'ni Instagramda reklamasini ko'rib qolib, zaявка qoldirdingiz. Zaявка qoldim. Qanchadan beri o'qiysiz? Hozir o'qiyotganimga shu 2 hafta atrofida bo'lib qoldi. 2 haftaga yetgani yo'q. 2 hafta ichi nimalarni o'rgandingiz? 2 hafta ichi birinchi o'rinda Word, Excel, shu Office dasturlari va sun'iy intellekt shunaqalar o'rgatiladi deyilgandi. Lekin noldan boshlab, noldagi odam demoqchiman, klaviatura nimaligini bilmaydigan odam ham kelib, bemalol kompyuterni u yog'idan kirib, bu yog'idan chiqib ketadigan darajada o'rganar ekan. Chunki mana har darsning boshida noldagi masalan klaviaturalar bilan ishlash, o'chirish, yoqish, qanday hammasini tushuntiriladi va undan keyin dars bir yarim soat tushuntirilgandan keyin undan u yog'iga Office dasturlarini, hamma tomonlarni sekin-sekin, pog'ona-pog'ona tushuntirib ketilar ekan. Nima sabab boshladingiz bu o'qishni? Xo'p, men o'zi universitetni bitirganman. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha, o'sha yo'nalishim bo'yicha hozir magistraturaga tayyorlanyapman ingliz tili bo'yicha. Shu har bitta universitetni bitirgan bolaga o'zi kompyuter hozirgi vaqtda zamon talabi. Shuning uchun to'g'ri. Shuni o'qib, hozir bundan keyin xudo xolasa sun'iy intellektni ham o'qimoqchiman bu kursimdan keyin. Yaxshi. Ustozlar yoqyaptimi sizga? Ularni tushuntirishi osonmi yo qanaqadir terminologiyalarni tushunmaydigan paytlaringiz bormi? Yo'q, hozir bizlarga endi men tanilganim ikkita ustoz, Mo'minjon ustoz bilan va Hasanboy ustozlar. Chunki bittasi offline o'tsa, bittasi onlaynda. Ikkovi ustoz ham normalniy, zo'r tushuntirishlariga gap yo'q. Demoqchiman, hozirgi vaqtda o'zim o'qiyotgan o'quv markazimda o'sha ingliz tilida o'quv markazimda ham bolalarga tavsiya beraman. Kelamiz desa, yaqinda o'zim olib kelishim mumkin. Bir odam orqali ikkinchi odam kelsa, bonuslarimiz ham bor. Shunaqa deb ham eshitdim. Lekin unisiga uncha qiziqmadim, chunki bitta odamni o'qishiga sababchi bo'lib qolsam, o'zi shuni katta baxt deb o'ylayman. To'ppa to'g'ri.